Navbatdagi savol. Ustoz, dinda majburlash yo'q degan oyat bor. Lekin oldin kofirlarga qarshi urush qilingan-ku. Dinni qabul qilishmasa, ular bilan urushilsa, bu majburlashga kirmaydimi? Bismillah, alhamdulillah, vassalatu vassalamu ala rasulillah va ba'd. Ya'ni bu narsani shunday tushunish kerakki, dinda majburlash yo'q degani, dinda musulmon bu deb majburlash yo'q. Musulmon bu deb majburlanmaydi. Lekin odamlar hammasi islom hukmi ostida yashashga majbur. Islom hukmi ostida yashashga majbur odamlar. Masalan, din bir joylarga musulmonlar borgan bo'lsa, musulmonlarga qarshi chiqqan odam islom hukmini biz olmaymiz, biz islomni qabul qilmaymiz deb turgan bo'ladi. Ular bilan urushiladi va ularni olib tashlanadi yo'ldan va xalq o'zlari boshi ochiq qolgandan keyin xalqqa aytiladi. Men sizlarning ustilaringda islom keldi. Hamma joyga islom hukmi. Endi sizlar xohlasanglar shu islomda musulmon bo'lib yashanglar, xohlasanglar bu islomda yahudiy bo'lib boshqa o'zlaring dinlaringda yashanglar, lekin islom hukm qiladi tepalaringni. Ular keyin xohlasin yahudiy bo'lsin, xohlasin nasoro bo'lsin. Yahudiy nasorolar 1300 yildan ziyod o'sha islomni qanotini ostida maza qilib yashab kelgan bular. Hozirgacha ham mana yahudlarni haligi shlepa kiygan, sochi o'rilgan nimalari bor-ku, dindorlari. Ko'chalarga namoyishlar qilib chiqdi ular musulmonlarga, biz sizlar o'lim nima qilib, urush qilib noto'g'ri qilyapsizlar. Biz musulmonlarni qaramog'ida yaxshi yashab kelganmiz doim deb o'zlari aytayapti buni. Ularni urib qamab tashladi o'sha sionistlar. Mana bu narsa tarixda ma'lum. Majburlash yo'q deganda dinga kirishga majburlanmaydi. Ammo dinni olib borishda kim qarshilik qilsa, uni yo'lda ochib tashlash uchun o'sha xalqni tepasidagi tog'ut bo'lib turgan qoplamni olib tashlash uchun jihad qilinadi. Uni olib tashalgandan keyin odamlarning o'zi boshi ochilgandan keyin bo'ldi, biz sizlarni himoya qilamiz. Buni orasida sizlar xohlasanglar musulmon bo'lib bizga o'xshab yashanglar, haq-huquq hamma bir xil bo'ladi. Xohlasanglar pul to'lab jizya to'langlar. Jizya to'lab ular musulmonlarning himoyasida yashaydi, magazin ochadi, o'zini ibodatxonasida ibodat qiladi. Hech kim hech narsa demaydi ularga. Faqatgina islom hukmida yashaydi. Ular keyin aroq magazin ochib olsa bo'lmaydi, odamlarga aroq sotadigan. Nasha sotsa bo'lmaydi. Fohishaxonalar ochib olmaydi. Ansa men kofirman men deb bilganini qilavermaydi. Islomda hukmida yashaydi. Islomda hukmida. Endi musulmon odamga o islomda hukmi bor. Musulmon odam masalan bitta muslima ayol ro'mol o'ramayman men deyapti. Ichim qizib ketar ro'mol o'rasam. Yoki bir odam kelib namoz o'qimayman men deyapti. Shariatning hukmi nima endi? Yo'q, islomda majburlash yo'q. Xohlamasang o'qimay qo'yaver. Xohlamasang roza tutmay qo'yaver deyilmaydi. Masalan Ramazonda ovqat yeb yuribdi. Shariat nima deydi shu narsaga? Yo'q, har kim o'zini nimasi o'zi bilganini qiladi deyilmaydi. Bunda davlat rahbariga vojibki, unga jazo belgilash kerak. Uni ta'zir berish kerak. Shuncha odam hamma musulmonlar roza tutyapti, sen nega ovqat yeb yuribsan sen? Fosiq deb uni jaldalab urib, davlat rahbari unga uni islomga qaytarish kerak. Uni vazifasi, katta vazifasi bu. Ayollar ro'mol o'ramay yuribdimi? Ro'mol o'ratish rahbarning vazifasi bo'ladi. Bu uni o'tirgan mansabini eng birinchi nimalardan biri Allohning shariatini himoya qilish kerak bu odam. Mana bu narsa o'sha rahbarlarning vazifalariga kiritgan narsalardan. Bu ixtiyoriy bir xohlasam qilaman, xohlamasam qilmayman degan masala emas bu. Men namoz o'qimagan odam, xohlasang o'qi, xohlamasang o'qima deyilmaydi islomda. Hech qaysi kitobda yo'q bunaqangi narsa. Fiqh kitoblarini varaqlang, masalan, Hanafiy fiqhini oldik biz diyorlarimizda. Hanafiy fiqhini kitoblarini varaqlang. Namoz o'qimagan odamga nima qilinadi? Abu Hanifa nima degan namoz o'qimaydigan odamga? Abu Hanifa rahimahulloh aytadilarki, namoz o'qimaydigan odamni har kuni jaldalab uriladi, qamab qo'yiladi, har kuni uriladi, namoz o'qiguncha, o'qigandan keyin chiqarib yuboriladi degan. Yo'q, o'qimay yuraver bemalol deyilmaydi. Illoki o'qiydi namoz. Ayol kishi illoki o'sha hijoblanib yuradi. Erkak kishi illoki namoz o'qiydi. Yoki xatna qilmayman deyapti bittasi. Men yoqtirmayman, qochib yuribdi masalan, xatna qildirmay. Bo'pti, o'zini ixtiyori qo'y, tiyishma unga deyilmaydi unga. Yo'q, majbur xatna qilasan deyiladi. Yoki bir ayolni olib kelib olyaptidan keyin biz ikkovimiz kelishdik, nikohsiz yashayveramiz deyapti. Unga rahbarning vazifasi bunaqangi holatlarga qarab uni shar'iy nikoh qilishga majburlaydi. Yoki o'lgan odamlarni bittasi aytayapti, biz o'ligimizni janozasi ko'muramiz, hech kim aralashmasin bizga.
Masalan, otasi o'ldi, otasini olib borib, "Yo, muzika bilan ko'mamiz" deyapti musulmonlar. Aytyapti. O'shanday paytda bunga qo'yilmaydi musulmonlar jamoasiga. Sen nima deyapsan sen? Bu musulmon birodarimiz biz. Buni yuvamiz, kafanlaymiz, sen qilmasang o'tanaqa qoch. Lekin buni biz musulmon nimasi bilan ko'mamiz deyiladi. Va hokazo. Ya'ni bu islom hukmi bilan yashash majburiyatidamiz. Hamma odam, unga musulmon ham, kofir ham. Kofirlar faqatgina ular namoz o'qish majburiyatida emas, chunki islomga kirgan yo'q. Lekin ularga islomda hukmi bor baribir ham. O'zini kufrini da'vat qilib, ko'chalarda butun o'zini kufrini da'vat qilib tarqatib yurishi mumkin emas. Mayli diniga amal qilsin, lekin uni tarqatishi mumkin emas. Yoki aroqxona ochishi mumkin emas, fohishaxona ochishi mumkin emas. Odamlarga fasod bo'layotgan narsani qilishi mumkin emas. Uyini ichida qilsin nima qilsa ham. Tashqariga chiqqanda agar qilsa, u jazolanadi odam. Va hokazo, ya'ni mana bu narsani yaxshi tushunish kerak. Islomda majburlash yo'q degani dinga kirishga, aqidada dinga kirishga majburlash yo'q. Lekin o'sha dinga kirgandan keyin bu odam majbur, xohlasin, xohlamasin, unda ixtiyor ketadi undan. O'sha odam musulmon deyiladi. Bunda odamlarga noto'g'ri tushuncha bo'lib qolganki, hamma odam o'zini bilganini qiladi. Unda din qayerda qoladi unda? Uni odam bilganini qilaversa, xohlagan ishini qilaveradi. Xohlasa aroq ichadi, xohlasa zino qiladi. Xohlasa uni qiladi, xohlasa buni qiladi. Hech kim bir-biriga majbur nimasi emas bu. Masalan, xotin yashab turibdi, xotin birovni sevib qoldi, u bilan zino qilaversa. Qancha men shuni xohlayapman desa. Uni bir qaytaradigan hukm bo'lish kerakmi, yo'qmi? Desa, "Yo'q, men o'zim shuni xohladim men." Desa u ayol. Yerda qanaqa haq-huquq qoladi bu yerda? Xullas, ya'ni bu narsa juda keng mavzu. Shariatning hukmi odamlarga hukmron bo'lib, bunda shoh ham, gado ham, erkak ham, ayol ham, katta, kichik, mo'min, kofir hammani ustida shariat odamlarga hukmron bo'lishi shart. Alloh taolo mana shu uchun payg'ambar yubordi. Huvallazi arsala rasulahu bil huda va dinil haq liyuzhirahu ala dini kulli. Alloh payg'ambarni yubordi haq din bilan, hidoyat bilan yubordi, haq din bilan yubordi, butun dinlar ustida uni zohir qilish uchun, hukmron qilish uchun. Va shunday bo'ldi ham. Lekin afsuski hozirgi kunda bunaqa musulmonlar bunday holatga kelib qoldi. Inshaalloh bir yaxshiliklar, boshqa holatlar ham bo'ladi hali. Mana Iso alayhisalomda tushish vaqtlari yaqinlashib qoldi. Inshaalloh islom nimasi, saltanati, islomning hukmi hamma joyga inshaalloh joriy bo'ladi. Buni faqatgina biz to'g'ri tushunishimiz kerak bo'ladi. To'g'ri tushunishimiz kerak. Hozirgi aytganda jihodlar, bu narsalar nima uchun bo'lgan? Odamlarning ustidan tug'yonda bo'lib turgan tog'utlarni, o'sha bosim qilib turgan kuchlarni olib tashlash uchun jihod qilingan. Bu hujum jihodi talab deyiladi buni otini. O'sha borgandan keyin bu aytganimiz keyin. Ammo ikkinchi yana bir jihod bor, jihadu difa. Bu musulmonlarning ustiga kofirlar bostirib keladi. Bunda albatta himoya qilish kerak. Ular borishdan ham ko'ra himoya qilish yana ham qattiqroq bo'ladi. Chunki borishda masalan odam kuchlariga qaraydi, sabablar ushlanadi. Lekin ular bostirib kelgan paytda bunda umuman hech narsa uncha narsaga qaralmaydi. Masalan, qullar sayyidlardan ruxsat so'ramaydi, ayollar eridan ruxsat so'rab o'tirmaydi. Farzand ota-onasiga qarab o'tirmaydi, chiqadi. Qo'liga nima ilinsa olib chiqadi. Chunki qo'yib bersa musulmonlar ustiga kofirlar keladida hamma joyda oyoq osti qiladi. Va bo'ldi ham shunaqa. Mana Andalusda bo'ldi, o'zimizda mana o'rislar kelgan paytda bo'ldi. Undan oldin Chingizxonlar masalan Mo'g'ul tatarlar kirganda bo'ldi islom diyorida. Tarixda ko'p narsalarda ko'rildi. Mana shu, vallohu a'lam.